muhojiratda yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston Sürgünde Hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Dunyo matbuotlarida e'lon qilingan muhim xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissarining Sharq Turkiston haqida doklad e'lon qilishni to'xtatib qo'yishga tirishmoqda. Reuters agentligining 19-iyuldagi xabariga qaraganda, Reuters agentligi ko'rgan va 3 davlatning diplomatlari topshirib olgan Xitoyning xati Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissaridan atalmış Şinjandagi inson haqlari dafsanchiligiga aloqador dokladni e'lon qilmaslikni talab qilganligini isbotladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachelet 5-ci aydagi ziyarati jarayonida Xitoyga yumshoq muomala qilganlik uchun xalq jamiyatlari tarafidan qattiq tanqidga uchragan va shuningdek keyin o'zining shaxsiy sabablarini ko'rsatib, ikkinchi qatim vazifa o'tamaydiganligini aytgan. U avgustning oxirida ayrilishdan burun Xitoy har vaqt tinilayotgan Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlari haqida doklad e'lon qilganligi to'g'risida va'da bergan. 4 manba, ya'ni 3 nafar diplomat, 1 nafar ismini oshkorlashni xohlamaydigan kishilik huquq mutaxassisining aytishicha, Xitoy yozgan bu xatda Xitoyning atalmış Şinjandagi kishilik huquq to'g'risidagi dokladining e'lon qilinib tarqalishidan qattiq andisha qilinganligi, shunga dokladning e'lon qilinishini to'xtatishni maqsad qilganligi ifodalangan. Xitoy 6-oyning oxiridan boshlab har qaysi davlatlardan dokladning e'lon qilinmasligini qo'llab imzo qo'yishni talab qilib, Jenevadagi diplomatik vakillar o'migi orasida tarqatishga boshlagan. Xatda kishilik huquq komissari ishxonasi Sharq Turkistonga munosabatli kishilik huquq dokladi e'lon qilsa, kishilik huquq sohasidagi siyosiylashish va to'qinishni kuchaytirib, kishilik huquq komissari ishxonasining inovatini to'kib, kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasiga a'zo davlatlar o'rtasidagi hamkorlikqa ziyon soladi. Biz oliy komissar xonimning bundaq bir bahoni e'lon qilmasligini kuchli talab qilamiz deyilgan. Xitoyning Jenevadagi diplomatik ko'magining bayonotchisi Levin bu xatning avatilgan yoki avatilmaganligi va uning mazmuni to'g'risidagi savollarga javob berilgan va ya berilmaganligi haqida bir narsa demagan. Ammo yaqinda 100 ga yaqin davlat atalmış Şinjanga munosabatli masalalarda Xitoyni qo'llaydiganligini va kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qarshi turadiganligini bildirdi degan. Xitoy Diplomatiya Ministerligining bayonotchisi Reuters agentligiga Bacheletning 5-oydagi ziyarati jarayonida bexatar va muqim jamiyati bo'lgan atalmış haqiqiy Şinjanga shohid bo'lganligini, ba'zi davlatlarning atalmış Şinjang masalasidan foydalanib, Xitoyning obraziga zarba berish urinishining muvaffaqiyatli bo'lolmaydiganligini aytgan. Bacheletning bu xatni topshirib olgan yoki topshirib olmaganligi aniq emas. Uning bayonotchisi dokladning oshkorlanishidan burun tamomlanganligini, uning bahasi uchun Xitoy bilan bir nusxasini o'rtoqlashganligini aytgan. Xatga qanchalik imzoning qo'yilganligini Reuters agentligi aniqlay olmagan. Jenevadagi bir diplomat davlatining xatga imzo qo'ydiganligini bildirgan. Reuters agentligi ko'rgan bu xatning yana bir nusxasi Bacheletning harakatini texmi tanqid qilib, atalmış Şinjang dokladining huquqsiz ekanligi, shundaqla inson haqlari komissarining majburiyatiga og'ir xiloflik qilib, Bacheletning shaxsiy inovatiga ziyon soldiganligini o'ttirib qo'ygan. 2 nafar Jeneva diplomati Xitoyning xati Beijingning Bacheletga bevosita lobbichilik qilmoqchi bo'lganligining kam uchraydigan misoliga vakillik qiladi. Ba'zi davlatlar quyuq iqtisodiy munosabatni ko'zda tutib, kishilik huquq masalasida Xitoyga yo'q deyolmaydi degan. Amerika prezidenti Joe Biden mushayning oxiri Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishdiganligini aytgan. Tayvan masalasi va ikki davlatning tijorat ishlariga aloqador jiddiylik davom qilmoqda. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan Biden saylan faoliyatida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishdagi va'dasiga amal qilishi, Xi Jinpingni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoy amaldorlariga og'ir jazo beradiganligini Xitoy Xalq Jumhuriyati va Xitoy Kompartiyasiga bildirib qo'yishi lozim dedi. Amerika Markaziy axborot idorasining amaldori Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni talab qiladi ekan. Washington vaqti to'rining 17-iyul kunidagi xabarda Amerika Markaziy axborot idorasining pensiyaga chiqqan Sharqiy Osiyo analizchisi, hozirgi davlat manfaati markazining ko'zga ko'ringan xizmatchisi Paul Hare, Ariane Friedbergning Amerikaning Xitoy Kompartiyasini o'z ichiga olgan islohotidagi mag'lubiyatiga aloqador Xitoyni xato tushunish degan kitobidagi talash-tortishlarni rad qilib, Xitoy bilan bo'lgan munosabat texi mag'lub bo'lmadi, muvaffaqiyat qozonolmadi degan temada maqola e'lon qilgan. Yer apandi maqolasida Xitoy Kompartiyasining ko'p xil vahshiyliklaridan faqat Tiananmen maydoni qirg'inchiligini tilga olgan.
Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi elib berayotgan jinoyat xotiralari hammaga ayon. He apandi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va uningga og'ir jazo berilishi kerakligini biladi. Xitoy Kompartiyasining fuqarolarni inqilobga qarshi fikr qatorliq jinoyatlar bilan turmaga tashlab o'ldiradiganligini biladi. 30 yil jarayonida Amerika axborot jamiyatidagi Sharqiy Osiyo ishlari mutaxassisi bo'lish sifati bilan albatta Xitoy Kompartiyasining xo'jayini e'tiqodchi omma va fikri farqli insonlarga zulm qiladigan Jiang Zeminning hunarini o'rgangan. Albatta Xitoyning organ uchun insonlarni o'ldirib qimmat bahoda sotadigan organ atkazchiligini biladi. Bu paktlar Xey apandining Amerikaning aralashishi texmo erkin keng qusoq Xitoy barpo qilganlik ishonchisini ko'rsatamdi. Albatta o'zaro kelishib hamkorlik ichida yashash uchun bo'shliq bormi yoki Amerikaning aralashishining Xitoyni jasoratlantirganligini qabul qilamdi. Xey apandi Xitoy Kompartiyasi yordam qilgan ziyorat qitim soni va u qabul qilgan Xitoy Kompartiyasi mablag'ining dollar summasini tushuntirib bera olamdi. Hey apandi Xitoy doiralari qasddan dunyoning har qaysi joylariga tarqatgan Wuhan virus institutida paydo bo'lgan Xitoy Kompartiyasi virusi keltirib chiqargan qirg'inchilikni, Xitoyning dunyo sayyat tashkiloti orqali majburlagan Nurembergga xiloflik qilgan dahshatli buyruqlarni, nas doktorlarni sotlash jarayonida ittifoqlash sovchilar tarafidan 1947-yili tuzilgan kod yoki Xitoy Kompartiyasi amaldorlarining Twitterda e'lon qilgan Alga Amerikani o'ldir degandek bayonotlarni maqolasida tilga elibmi qo'ymadi deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, hukumat, aqllar amri va organlarda Xey apandiga o'xshash Xitoyga qarshi tinchlantirish siyosati yurgizadigan Xitoy Xalq Jumhuriyatining davom qilayotgan mustamlikchilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat faoliyatlariga qulaylik yaratib beradigan nurg'unlagan amaldorlar, mutaxassislar va tahlilchilar bor dedi. Vatanparvarlik yuraklik bo'lishni talab qiladi. Shundala fidokorlik o'ttirg'i chiqadi. Badal to'lanadi. Ondan vatanga erishiladi. Vatansiz el egi chaqsiz kichik bolaga o'xshaydi. Qiqilib, so'qilib, beshi egik, ro'yi tushkun yashaydi. Faqat mustaqil vatandala qaddini ruslab, shon-shuhrati bilan yashag'ili bo'ladi. Insondek yashayman deydigan insonga qadr-qimmatini qo'g'dab yashash uchun kurash qilishdan boshqa yo'l yo'q. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni diqqat bilan anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.